Hamma ota-onada farzandi birinchi sinfga chiqayotganda qo'rquv bo'ladi. 6 yoshli bolaning diqqati maksimum 15-20 daqiqa bo'lishi kerak o'zi. Uyda qanaqa mashg'ulotlar qilishi mumkin? Deylik, farzandi bog'chaga bormaydigan ota-onalarimiz aynan o'sha diqqatini ustida ishlash uchun. 2-3 yoshli bolalarimiz emotsiyalarini tushuntirib bera olmaydi. Nima ichki kechirmalari o'tayotganini. Lekin bu narsa 6 yoshli bolalarda ham davom etadigan bo'lsa, bu norma hisoblanmaydi. Bolani 6 yoshda so'z boyligi qancha bo'lishi kerak? Demak, seminarimizni boshlaymiz va ajratib kelganingiz uchun rahmat. Bugungi seminarimiz mavzusi sizlar uchun manfaatli va kerakli ma'lumotlarga boy bo'ladi degan umiddamiz. Bugungi seminarimiz mavzusi farzandim birinchi sinfga tayyormi mavzusida seminar tashkillashtirishni maqsad qildik, chunki hammamizga ma'lum, o'quv yilini yarmi o'tib bo'ldi. Endi sentyabr oyidan 6 yoshli, bugungi kunda 6 yoshli farzandlarimiz sentyabr oyidan maktabga chiqishadi, birinchi sinfga chiqishadi. Ularning qay darajada tayyorligi, hatto bog'chaga bormagan bolalarimiz ham o'sha uyda ota-onasidan qo'shimcha mashg'ulotlarga borib ta'lim olgan bolalarimiz ham maktabga qay darajada tayyor ekanligini o'zinglar uchun bilib olasizlar. Seminarimiz rejasi bugun aynan shu yo'nalishlar bo'yicha, ya'ni suhbatlashamiz. Kirish qismi umumiy ma'lumot. Umumiy ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, assalomu alaykum, xush kelibsizlar, keling. Hamma ota-onada farzandi birinchi sinfga chiqayotganda qo'rquv bo'ladi, hayajon bo'ladi, ikkilanish bo'ladi. Ko'pchilik ota-onalar maktabga tayyorgarlikni, aksariyati o'sha farzandimni moddiy ta'minoti deb biladi, ya'ni portfeli bor, kitoblari bor, formalari tayyor, maktab topilgan, maktab topilguncha bir nechta maktablar ko'rib chiqilgan, ularning missiyalari bilan tanishib chiqilgan va asosiysini unutishadi. O'zi aslida bola tayyormi? Biz bolalarni tayyor ekanligini qaysi standartlarga asosan bilishimiz mumkin? Ota-ona sifatida uyda nima qila olamiz? Bolamizni o'sha birinchi sinfga tayyor ekanligini bilish uchun, tekshirish uchun qanaqa suhbatlardan o'tkazishimiz kerak? Ismi, familiyasini ayta olishi, deylik, o'sha yoshini ayta olishi bu bitta masala. Lekin biz ba'zida unutib qo'yadigan bir jihat ham bor. Bu hatto farzandlari bog'chaga bormaydigan ota-onalarda ham uchraydi. Ya'ni bog'chaga berdim bolamni, bog'chada o'sha tayyorlov guruhiga qatnayapti. Demak, xavotir olmasam ham bo'ladi. Lekin maktabga tayyorgarlik bu nafaqat bog'chani vazifasi, balki o'sha ota-onani ham bog'cha bilan birgalikda hamkorlikdagi vazifasiga kiradi. Psixologik tayyorgarlik, ijtimoiy, nutqiy, aqliy, jismoniy tayyorgarlik juda ham muhim. Keling, psixologik tayyorgarlik to'g'risida suhbatlashamiz. Bolalarni ruhiy, ya'ni psixologik tayyorgarligi bolalarni o'sha videolarda ham, reklamalarda ham aytib o'tganimizdek 20-30 daqiqa bitta mashg'ulot ustida o'tira olishi, ya'ni adaptatsiyalarga moslashuv jarayonlari, kun tartibiga moslashuv jarayoni, emotsiyalarini boshqarib bilish, ya'ni farzandlarimiz 6 yoshga to'lgandan keyin kattalarni, deylik, o'rnak sifatida qabul qila olish kerak. Ba'zi bir bolalarimiz emotsiyalarini boshqara olmaydi, erkaliklari ustun kelishi mumkin. Bu erkaliklarga tarbiya natijasi deb qaraydigan bo'lsak, kattalarni avtoritet sifatida qabul qila olmaydi. Bu ham ruhiy holatidagi ayrim, deylik, kamchiliklar bilan bog'liq. Yoki bo'lmasam mashg'ulotlarda o'tira olmaslik, diqqatini 5, hatto 10 daqiqaga ham yetib bormasligi, tez-tez boshqa narsalarga chalg'ishi. Bu ham ruhiy holati normada emasligidan dalolat beradi. Ruhiy holati tayyor, ya'ni psixologik jihatdan tayyor bola kattalarning gaplarini oladi, cheklovlarga yoki deylik takliflarga ochiq bo'ladi, emotsiyalarini eng asosiysi boshqara oladi. Emotsiyalarni boshqara oladi deganimizda, masalan, jahli chiqqanda jahli chiqayotganini ayta oladi yoki nimadandir xursand bo'lsa, shu narsadan xursand ekanligini ifodalay oladi. Ya'ni bu yoshga kelib, 6 yoshga kelib bola emotsiyalarini nutqida ifoda etib bera bilishi kerak.
bu mashg'ulot menga yoqmayapti, bu xonada mashg'ulot qilish menga yoqmayapti, siz noto'g'ri fikrdasiz, men mana bunaqa deb fikrdaman, o'ylayman. Mana shu kabi deylik o'zini fikrini bildirishi, emotsiyalarini tushuntirib berishi, nimaga aynan bu mashg'ulot unga yoqmayotganligini tushuntirib berishi va biz qolaversa u bolani deylik diqqatini ushlab turish jarayonida masalan 5-10 daqiqa bu diqqati yetishmovchiligidan dalolat beradi. Sof holda 6 yoshli bolaning diqqati maksimum 15-20 daqiqa bo'lishi kerak o'zi. Maktabga tayyorlash jarayonida esa 30 maksimum daqiqa. Chunki maktabda mashg'ulotlar deylik 45 bitta dars 45 soniya mobaynida bo'ladi. Biz mana shu narsaga tayyorlashimiz kerak. Bugungi kunda ko'pchilik bolalarimizda diqqat yetishmovchiligi, ya'ni agressiya kuchliligi hisobiga SZVG tashxisi qo'yiladi. Ya'ni bolada diqqat yetishmovchiligi bor. Tez-tez boshqa mashg'ulotlarga chalg'iydi. Bu masalada ota-onalarga maslahat ham berib o'tamiz. Uyda qanaqa mashg'ulotlar qilishi mumkin? Deylik, farzandi bog'chaga bormaydigan ota-onalarimiz aynan o'sha diqqatini ustida ishlash uchun. Ba'zida psixologik tayyor emas bolalarda deylik qanaqadir tanbehlarga yig'lash, baqirish, o'zini yerga otib, deylik o'sha xarakterini ko'rsatish deymiz biz. Ba'zi ota-onalar o'rganib qolgan, tarbiyasizlik qilyapti deb, lekin aslida u kechayotgan emotsiyalarini bo'lisha olmaydi u bola siz bilan. Xuddi yosh boladek. Asosan o'zi 2-3 yoshli bolalarimiz emotsiyalarini tushuntirib bera olmaydi. Nima ichki kechirmalari o'tayotganini, nima sababdan? Chunki ularda nutq rivojlanmagan bo'ladi. Ya'ni ular aytib bera olmaydi. Masalan, men nimanidir yoqtirmasligimni nutqim bo'lmasa aytib bera olmayman. Bolada ham xuddi shunaqa. Lekin bu narsa 6 yoshli bolalarda ham davom etadigan bo'lsa, bu norma hisoblanmaydi. 6 yoshli bola bemalol o'zini fikrlarini ayta olish kerak. Ijtimoiy tayyorgarlik haqida gapirgan. Buni bilasizmi, ijtimoiy tayyorgarlik ko'proq bog'cha yoshidagi bolalarda ustunroq bo'ladi. Uyda bog'chaga chiqmasdan tarbiyalanayotgan bolalarga qaraganda. Chunki uyda bola otasi, onasi, maksimum dodasi deylik o'sha buvisi bilan birga muloqot qilib o'sayotgan bo'lsa, bog'chada esa 15 tadan ortiq bola, ya'ni tengqurlari bilan muloqotga kirishadi. Katta ustozlar bilan, tarbiyachi yordamchisidan tashqari ularga qo'shimcha mashg'ulot o'tadigan o'sha ustozlar bor, ular bilan muloqotga kirishadi. Nimaga bu muhim? Bog'cha ham, o'zi uy ham bola uchun jamiyatni ilk bo'lagi hisoblanadi. Jamiyatga moslashtirar ekanmiz, biz bolalarga munosabatlarni to'g'ri o'rnatish, muloqotga kira olishi, boshqa bolalarni tinglay bilish, o'zidan kattalarni tinglay bilish, o'zini fikrini to'liq tushuntirib berish. Mana shu kabi ijtimoiy deylik o'sha munosabatlarni o'sha ijtimoiy tayyorgarlikka o'rgatishimiz kerak, ya'ni tayyorlashimiz kerak. Bu narsada ya'ni bog'chani o'rni juda ham katta. Chunki bolalar bog'chada bitta rejim asosida kelib ketar ekan, o'rtoqlari bilan, tengqurlari bilan munosabatlarga kirishdi, muloqot o'rnatishdi, eshitishdi. Eng asosiysi, u faqat bitta uni fikri emas, o'rtoqlarini ham, tengdoshlarini ham fikrini hisobga olish kerakligini, ma'lum bir o'yinchoqlarni o'ynaganda yoki o'sha mashg'ulotlarda uni fikridan tashqari ham boshqa bir to'g'ri fikrlar borligini to'g'risida tushunchasi bo'lishi uchun bu juda ham muhim. Nimaga? Chunki maktabga chiqqandan keyin mayli bog'cha davrida bola uyda o'tirdi, uni uyda olib o'tirishdi. Prinsipial o'zi bog'chaga berishingiz kerak degan tushuncha ham yo'q. U ota-onani o'zini xohishi, tanlovi. Lekin baribir siz xohlaysizmi yo'qmi, uy maktabi qilib bera olmaysiz farzandingizga. Farzandingiz baribir bir kun jamiyat bilan to'qnashishiga to'g'ri keladi. Agar bu narsa erta yoshdan boshlangan bo'lsa, ya'ni bog'chaga chiqib, hatto qo'shimcha mashg'ulotlarga bugungi kunda pachimuchkalar juda ham ko'p. Chunki ayrim bolalar bog'chaga moslasha olmaydi tabiatan. Ularni hech bo'lmaganda maktabga chiqqunicha qo'shimcha mashg'ulotlarga, qo'shimcha to'garaklarga, o'sha bizada odat bo'lib qolgan pachimuchkalarga olib chiqishimiz maqsadga muvofiq. Chunki jamiyatga moslashuv boshlanadi, muloqot boshlanadi, o'zini fikrini ayta olish, o'zini ko'rsatib bilish, o'zini deylik ba'zida o'sha oratorlik xususiyatlari ham aynan o'sha joyda shakllanadi. Keyingisi bu nutqiy tayyorgarlik. Bu ham juda muhim. Nutq haqida gapirar ekanmiz. Keling, umuman o'zi bolani 6 yoshda so'z boyligi qancha bo'lishi kerak degan savol tug'iladi. 6 yoshli bola nechta so'z aktiviga ega bo'lishi kerak? Nutqida bolani 6000 dan 7000 tagacha so'zlari bo'lishi kerak. Ya'ni slovarniy zapas deyiladi bu narsa. Ammo ishlatilayotgan so'zlarning soni esa 3000 dan 4000 tagacha bo'lishi kerak. Ya'ni 6000 tadan 7000 ta so'zni bola tushunadi, ammo
o'shani 3000 dan 4000 tasini ishlatadi nutqida. 6 yoshli bola hech bo'lmaganda 5 ta, 6 ta deylik so'zlardan, o'sha so'z birikmalaridan hikoyalar tuza olish kerak. Aytib berilgan ertakni takrorlab aytib bera olish kerak. Savollarga nima, kim, qachon, qayerda deganlarga to'liq javob bera olish kerak. O'zi haqidagi deylik ma'lumotini, o'zini oilasi haqidagi ma'lumotlarni kichik hikoya aytib bera olishi kerak. Agar so'z boyligi bolani 2000 tadan kam bo'lsa, demak bu уже logopedga murojaat qilish kerakligi, jiddiy bu narsa bilan shug'ullanish kerakligi haqida aytsak bo'ladi. Biz bera oladigan narsamiz maktabgacha yoshdagi bolalarga ilk ko'nikmalarni shakllantirish, o'zini o'zi himoya qila olish, jismonan va ruhan sog'lom bo'lish, savollarga javob bera olish, to'g'ri munosabatlar o'rnata olish, deylik. Kattalarni o'sha bog'chada keyin maktabga chiqqanda deylik bitta ustozini o'zi uchun o'sha ideal inson, ya'ni o'rnak olsa bo'ladigan inson sifatida qabul qilish. Bugungi kundagi maktablarni ham, bog'chalarni ham aksariyat muammosi shunda. Bu nimaga muhim? Agar farzandimiz o'qituvchisini yoki tarbiyachisini aynan maktabga chiqadigan yoshdagi bolalarimiz ideal inson sifatida, o'rnak oladigan inson sifatida qabul qilmasa, u undan hech narsa olmaydi, o'rganmaydi. Qachon bolalarimiz deylik o'qituvchisini yaxshi ko'rsa, o'qituvchisida o'sha o'rnak oladigan narsalarini ko'ra bilsa, ya'ni o'qituvchisi uni ko'ngliga yo'l topib bilsagina, u unga quloq soladi, u uni aytganini qilishi mumkin. O'zimizda ham bo'lgan, bizani yaxshi ko'rgan o'qituvchilarimizni fanini yaxshi ko'rganmiz, yaxshi ko'rmagan o'qituvchilarimizni fanini ham qiziqmaganmiz, xohlamaganmiz. Aksariyat odamlarda o'zi matematikaga qiziqish bo'lmaydi, iqtidor bo'ladi. O'zimda ham shunaqa bo'lgan. Nimaga men matematikani yomon ko'rgan ekanman, 3-4 olib yurgan ekanman, hozir yaxshi hisob-kitob qilaman, u buxgalterlardan ham yaxshi desam, o'qituvchimni yoqtirmagan ekanman. Bolalarda ham xuddi shunaqa. 1-sinfdagi kichkina bola katta bo'lgan sari inson emotsiyalarini boshqara olish xususiyatiga ega bo'lib borgani uchun ham nimadadir emotsiyalarini tiya biladi. Lekin maktabgacha yoshdagi bolalarda hamma narsa ochiq-oydin ko'rsatiladi, aytiladi. Ular nima deydi? Buni aytmasligim kerak ekan, ko'ngli og'rishi mumkin ekan yo xafa qilib qo'yishi mumkin ekan deya olmaydi. Emotsiyalarini boshqara olmaydigan bola ham esa u o'ziga ham qiyin qiladi, atrofdagilarga ham. Masalan, boya aytib o'tgandek, xarxasha qilishi, nima xohlayotganini tushuntirib bera olmasligi, bu agressiyada, stressda, keyinchalik bular jiddiy ruhiy, deylik, nevrologik bog'liq muammolarda ham aks etishi mumkin. Aqliy tayyorgarlik. Aqliy tayyorgarlik u o'zi aslida bola 2 yoshdan oshganda boshlanadi aqliy tayyorgarlik. Chunki aqliy tayyorgarlikkacha bo'ladigan bir protsess bor. Bola tug'ilganidan boshlab 2 yoshgacha bolani ko'p aksariyat hollarda jismoniy rivojlanishi tez amalga oshadi. Jismonan sog'lom, kam kasal bo'ladigan bola 2 yoshga kelgandan keyin aqliy yaxshi rivojlanishni boshlaydi. Ya'ni aqliy jihatdan mashg'ulotlarda qatnashishi, berilgan informatsiyani maksimal darajada qabul qilishi boshlanadi. Jismoniy tayyorgarlik birinchi, keyin aqliy tayyorgarlik. Nimaga? Chunki bugungi kunda ham mana bog'chamizda kelishganda so'rashadi. 2-3 yoshli, 3-4 yoshli bolalarning guruhi bor. Ularda qanaqa mashg'ulot o'tiladi? Ularda ham xuddi katta guruhlardagidaqa mashg'ulot o'tiladimi? Yo'q, ularda birinchi navbatda biz jismoniy sog'lig'iga, kichik va katta motorikasini rivojlantirishga qaratamiz. Nimaga? Chunki aqlimiz, miyamiz rivojlanishi barmoqlarimiz uchi bilan bog'liq. Ya'ni kichik motorikalarimiz bilan bog'liq. Biz qancha ko'p kichik yoshdagi bolalarimiz bilan kichik motorikasini rivojlantirsak, shundagina uni miyasi yaxshi rivojlanishni boshlaydi. Men har safar aytaman ota-onalarga, farzandingizni yaxshiroq bilmoqchi bo'lsangiz, miya to'g'risidagi kitobni o'qing. Birinchi o'zi tavsiya beradi. Ya'ni 3 yoshgacha kech, yaxshi ota-onaman. U kitoblar ikkinchi darajali. Eng asosiy maksimal ma'lumot olaman yo bolam bilan to'g'ri shug'ullanaman deydigan bo'lsangiz, miya, ya'ni mozg degan kitob bor. U rus tilida ham, o'zbek tilida ham bor. Eng to'g'risi mana shu birinchi qadam shundan bo'lish kerak. Nimaga? Biz miyani qanaqa rivojlanishini bilib olsak, bolamiz qanaqa protsesslardan o'tayotganini o'shandagina tushunamiz. Ko'pgina savollarimizga
javob topamiz. Mani o'zim ham ikkita farzandli bo'lganimdan keyin u kitob haqida o'qiganman. Keyin o'zimni tajribam bilan taqqoslaganimda qo'limga oldinroq tushganda oldinroq o'qirdim deganman. Chunki bugungi kunda o'sha marketing deymizmi, endi reklamalar rivojlangani hisobiga deymizmi, noto'g'ri fikrlar ham ko'p. Agar o'zingiz o'qisangiz o'sha kitobda yaxshigina kerakli ma'lumotni olasiz. Xullas, kichik yoshdagi bolalarimizni birinchi jismoniy tomondan rivojlantiramiz. Yana nimaga? Jismonan sog'lom bola kam kasal bo'ladi. Kam kasal bo'ladigan bolani esa aqliy rivojlanishi yaxshi bo'ladi. Chunki bola har kasal bo'lganda orqaga ketishni boshlaydi. Ya'ni uni sog'ligini tiklash kerak. Mana shu narsaga vaqt yo'qotamiz. Jismoniy rivojlanishga o'sha kichik yoshdan ko'pincha biz o'zimizni bog'chamizda qo'llaydiganimiz Marie Montessori metodini qo'llaymiz. Marie Montessori metodi aynan kichik yoshdagi bolalar uchun juda ham maqsadga muvofiq. Chunki aynan kichik yoshidanoq ularni mustaqil bo'lishga, kichik va yirik motorikalarni rivojlantirishga, logikasini, sensomotorikasini rivojlantirishga, hissiyotlarini, tan bilish, ko'rish, sezish qobiliyatlarini rivojlantirsakgina bu miyaga yaxshi ta'sir qiladi, miya yaxshi ishlashni boshlaydi. Buni natijasida aqli yaxshi rivojlanadi bolani. Bugungi kunda упражнениyalar deymiz, neyro mashg'ulotlar deymiz. Hammasini negizida mana shu narsa yotadi. Bizda shu uchun ham birinchi ilk yoshdan bolalarimizni ko'proq to'g'ri ovqatlanishiga, jismoniy sog'lom bo'lishiga, kichik va katta motorikalarini rivojlanishiga, aynan o'sha sensomotorikalarini rivojlanishiga, undan keyin aqliy rivojlanishi o'z-o'zidan aqliy rivojlanishiga ko'p o'zi diqqat ham qaratmaymiz 4 yoshga yetgandan keyin bola, chunki miya o'sha protsessda bo'ladi, ishga tushadi, bolalarimizda yaxshi rivojlanish kuzatiladi. Kamroq kasal bo'lganidan. Jismoniy tayyorgarlik. Jismoniy tayyorgarlik bu o'zi hamma bog'chalarda ham bor, uyda ham bo'lsa kerak. O'sha asosan maktabga chiqqandan keyin o'zi maktabga borayotganda birinchi kuzatadigan o'sha psixolog komissiya a'zolarini jihati psixologik, jismoniy va aqliy jihatiga bolani birinchi o'zi katta e'tibor qaratishadi. Jismoniy sog'lik nimaga kerak? Bola maktabga chiqqandan keyin maktab deylik kun tartibi bilan bog'cha kun tartibi, hatto uy kun tartibi bir-biridan farq qiladi. Maktabga chiqqandan keyin bola уже bog'chadagidek 15 ta bola bilan emas, 40 ta bola bilan, ba'zida maktablarda 45 ta bola bilan bitta guruhda, bitta rejim ostida bo'lishiga to'g'ri keladi. Undan tashqari u yerda ham jismoniy mashg'ulotlar maksimum 45 minut. Bolani qay darajada chiniqqanligi, boya aytib o'tganimdek, bola qancha jismonan sog'lom bo'lsa, darslarga ham, mashg'ulotlarga ham, informatsiya olishga deylik, o'zimizda tilda aytganda tayyor bo'ladi. Bola nimjon bo'lsa yoki deylik qayerdadir sog'ligida nuqsoni bo'ladigan bo'lsa, bu tabiiyki uni bilim olishiga ham ta'sir qiladi. Bu narsalar bog'chada nazorat ostida bo'ladi. Ya'ni bolalarimiz o'zi davlat ta'lim standartlari bor. Davlat ta'lim standartlari asosida bog'chalar ham ishlaydi, davlat ta'lim standartlari asosida maktab ham ishlaydi. Bu standart nimaga kerak? Bola tug'ilganidan keyin yoshiga qarab, hatto jinsiga qarab ularni o'zini bo'yini balandligi, og'irligi, kunlik yeyishi kerak bo'lgan mahsulotlarni normalari belgilab berilgan bo'ladi. Mana shu davlat ta'lim standarti deyiladi. Mana shu standart asosida bog'chalar faoliyat yuritadi. O'zimizda bog'chada aynan shunaqa. Deylik, bizda har kvartalda bolalarni deylik og'irligi, vesi, bo'yi o'lchab boriladi va solishtiriladi yil boshiga va yil deylik oxiriga, o'quv yili oxiriga kelib. Xuddi shunaqa aqliy jihatdan, o'sha ta'lim jihatdan ham rivojlanayotgani monitoring qilib boriladi. Bu narsa maktabga tayyorgarlik jarayonini bizga osonlashtiradi. O'sha bular hammasi maktabga tayyorlov jarayoni hisoblanadi. Agar bola ko'p kasal bo'ladigan bolalarimizda o'zi bo'ladi unaqa bolalar, bog'chada ham bo'ladi, oilada ham bitta farzandimiz nimjonroq, bittasi baquvvatroq bo'ladi. Bir xil bo'lish kerak degan anaqa qonun yo'q. Ko'p tez kasal bo'ladigan bolalarimizni ves olishi, bo'yini o'sishi nisbatan sekinroq bo'ladi. Bunaqa bolalarimizda tez charchash
oqibatida mashg'ulotlarga deylik qiziqmaslik yoki mashg'ulotlarda charchab qolish, informatsiyani maksimal darajada ola olmaslik, uni natijasida ertaga maktabga chiqqandan keyin orqada qolish kuzatiladi. Ya'ni o'zini tengdoshlaridan. Shu ota-onalarimiz alohida e'tibor beradigan jihati ota-onalarning roli mana shu tepada yuqorida sanab o'tganim ruhiy, aqliy va jismoniy holatini maksimal darajada bolani yoshiga mos ravishda ushlash. Yoshini hisobga olish juda ham muhim. Masalan, 2 yosh, 3 yoshli bolalarimizda 15-20 minut mashg'ulot o'ta olmaymiz. Uyda ham mana shu narsa, agar uyda tarbiyalanayotgan bo'lsa bola, yoshini hisobga olish kerak. Nimaga? Hozir buni ham aytib o'taman. 5-6 yoshli bolalarimizda mashg'ulot davomiyligi 2-3 yoshli bolalarimiznikidan farq qiladi. Chunki boya aytib o'tganimdek, miyani o'zini funksiyasi bor, miya informatsiyani qabul qilish funksiyasi bor. 2 yoshdan deylik 3 yoshgacha bo'lgan bolalar maksimum 3 daqiqa informatsiyani qabul qila oladi. Maksimum. 5-6 yoshli bolalarimiz 7 daqiqa informatsiyani qabul qila oladi. Mashg'ulotlar davomiyligi ham shu narsaga tayangan bo'ladi. 5-6 yoshli bolalarimizda maksimum o'sha mashg'ulot o'tayotganimizda yoki yangi mavzu haqida suhbatlashayotganimizda 7 minut davomida berishimiz kerak o'sha ma'lumotni. Qolgan 10 daqiqa mobaynida bola bilan savol-javob ko'rinishida suhbatlashish, deylik, bola o'sha berilgan mavzuni yaxshilab bolaga yedirishga qaratiladi qolgan 10 daqiqa vaqtimiz. Chunki 2-3 yoshli bolada 10 daqiqa bitta informatsiyani berib o'tirishim unga qiziq emas. Uni u payt deylik diqqati yetmaydi ham. U boshqa narsaga chalg'ib ham ketadi. Mana shu narsalar juda ham muhim e'tibor qaratishimiz. Biz shunchaki unga vaqt sarflab o'zimizning asabimizni buzganimiz qoladi. Oldimizda olib o'tirib 10-15 daqiqa leksiya o'qiganimiz. Va maktabgacha yoshdagi bolalarda, mana bugungi kunda maktablarda nolvoy sinflar paydo bo'ldi. Deylik, nolvoylar bular maktabga tayyorlaydi, 1-sinfga chiqishiga bolani. Bog'chada bu narsa maktabga tayyorlov guruhi deyiladi. O'sha yerda farqini ko'pchilik ota-onalar so'raydi. Aksariyat ota-onalardan ko'p keladigan savollarga to'xtalib o'taman. Maktabga nolvoyga berganimiz yaxshimi yoki bog'chaga tayyorlov guruhiga berganimiz yaxshimi? Bu narsani qaror qilayotganimizda bolani o'zi imkoniyatini ham hisobga olishimiz kerak. Agar energichniy, yerga ursa osmonga sapchiydigan, informatsiyalarga ochiq, ruhan sog'lom bola bo'ladigan bo'lsa, maktab ham ma'qul nolvoyga chiqqani. Nimaga? Chunki maktab rejimi bog'cha rejimidan farq qiladi. Ovqatlanishda ham, kun tartibida ham, mashg'ulotlarda ham. Maktabga nolvoyga chiqqan bolalarda mashg'ulotlar maktabdagidaqa 40 minut bo'ladi davomida. Bog'chadagi maktabga tayyorlov guruhlarida maksimum 30 minut mashg'ulot qo'yiladi. Mashg'ulotlar davomiyligidagi birinchi farq. Yana bitta narsaga to'xtaldik. Boya ko'p bilgani emas, kerakli ma'lumotni, kerakli informatsiyani, o'zi uchun kerakli informatsiyani, o'zini yoshiga mos informatsiyani bilgani ma'qul. Boya aytganimdek, miya 3 yoshgacha, 3 yoshdan keyin 5 yoshgacha, 3 yoshgacha informatsiyani yaxshi qabul qiladi. 3 yoshdan 5 yoshgacha haligi informatsiyani уже hazm qilishni boshlaydi. Sen 5 yoshingda kim bo'lsang, mana hozir kim bo'lsang 5 yoshingdagi o'shasan deydi-yu. 3 yoshdan keyin emas, 5 yoshgacha bola o'zi oladigan ilk ko'nikmalari to'g'ri shakllangan bo'lsa, aqlan, nutqan, ruhan, jismonan to'g'ri shakllangan bo'lsa, mana shu 5 yoshlik davri fundament hisoblanadi. Maktabga chiqqanda ham, institutga chiqqanda ham, keyinchalik ham. Agar bolada 5 yoshgacha aqli bilan, ruhiyati bilan, deylik, nutqi bilan, jismoniy holati bilan muammo bo'lmagan bo'lsa, keyinidan xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Keyingilarida siz shunchaki bolani, deylik, o'sha qo'llab-quvvatlab, yonida bo'lib, deylik, birgalikda o'sha maktabga anaqa qilishingiz mumkin. Maktabda birga, har birimiz bolalarimiz bog'chaga chiqqanda ruhan xayolan birga bog'chaga chiqamiz bola bilan, maktabga borganda birga o'qiymiz, uyga vazifalarni qilayotganda birgalikda ayniqsa bilinadi. Institutga chiqqanda ham birga o'sha kasb tanlaymiz, bolamiz bilan birgalikda qo'shimcha o'sha kasbni o'rganamiz. Ya'ni ota-ona bola bilan hayoti davomida birga. Shu uchun ham bu ko'proq ota-onalarga manfaatli bo'ladi dedik. Chunki bog'chaga kelganda bola maksimum farzandingiz biz bilan 4 yil birga bo'lishi mumkin.
Maktabga chiqqanda 9 yil yoki deylik 11 yil o'qib birga bo'lishi mumkin. Ota-ona bilan farzand butun umr birga qoladi. Shuning uchun ko'proq ota-onaga bog'liq bolani to'g'ri shakllanishi, jamiyatda to'g'ri yaxshi inson bo'lib o'sishi. Bog'cha, maktab faqat yordam beradi tarbiya berishga, ilk ko'nikmalarini, o'sha bilimlarini shakllantirishda. Endi bog'chani roli haqida gapirib o'tdim. Bog'chaga borgan va bormagan bolalarni birinchi sinfda chiqadigan, o'sha borganda farqi bo'ladi. Oldindan aytib o'tishim kerak, bog'chaga borib birinchi sinfga chiqqan va bog'chaga bormasdan turib birinchi sinfga chiqqan bolalarni intellektual jihatdan farqi bo'lmaydi deyarli. Bu degani uydan birinchi sinfga chiqqan bola ikkichi bo'ladi yoki yaxshi o'qimaydi degani emas. Bu yerda o'sha ijtimoiy asosan moslashuv birinchi navbatda ruhiy kun tartibini to'g'ri taqsimlash haqida o'sha gap ketadi. Uyda bola erkin o'sgan bo'ladi. Uyda bola istalgan vaqt shug'ullanilgan, istalgan vaqt uxlagan, istalgan vaqt ovqat yegan bo'ladi. Maktabga chiqqandan keyin bog'chadan chiqqan bola rejimni tushunadi. Ya'ni kun tartibini tushunadi, chunki u bog'chada moslashib bo'lgan bo'ladi. Uyda bola erkin o'sganning hisobiga hamma charchamagan vaqtimiz, hamma energiyaga to'lgan vaqt bu charchab qolishi mumkin yoki aksincha bo'lishi mumkin. Kun tartibida o'zi asosan farq bo'ladi. Sotsium, ya'ni o'sha ijtimoiylashtirishda farq bo'lishi mumkin. Nimaga? Bog'chaga chiqqan bola tez til topishadi, savol-javoblar berib, birgalikda deylik o'sha o'rtoqlar topishga ham, hattoki bir-biri bilan do'stlashishga ham deylik moslashuvchan bo'ladi, ya'ni kirishuvchan bolalar bo'ladi. Ustoz nima ekanligini, kim ekanligini ular tushunadi. Ularda tushuncha bo'ladi. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Uydan chiqqan bolada esa mana shu joyda ozgina qiyinchiliklar bo'ladi. Chunki u kun tartibiga moslashayotgan bir paytda ko'pchilik bolalar bilan bitta deylik sinfda o'tirib o'qish kerakligini, diqqat e'tibor ona otasiga o'xshab faqat unga qaratilgan emas, boshqa bolalarga ham diqqat e'tibor qaratilayotganligini tushunib olishi uchun, bu narsani qabul qilish uchun endi unga ozgina vaqt kerak bo'ladi. Maktabga uydan chiqqan bola uchun ozgina vaqt kerak bo'ladi o'sha maktabga moslashish uchun. Mana shunaqa ota-onalarga ayni muddao men maktabni nulvoy, ya'ni maktabga olib chiqib, maktabni birinchi sinfga tayyorlov guruhiga topshirishni maslahat bergan bo'lardim. Chunki endi bog'cha kech ularga, deylik 6 yoshdan keyin 6 yoshda bog'chaga olib kelib, misol uchun maktabga tayyorlov guruhiga bergandan ko'ra, shu yoshgacha bog'chaga chiqmagan bo'lsa, unda maktabga birdaniga chiqib, maktabni o'zida kun tartibiga moslashish. Nimaga? Chunki deylik bog'chaga 2 yoshdan keldi bola, 6 yoshgacha ma'lum kun tartibida bitta vaqtda ovqatlandi, bitta vaqtda uxladi, moslashdi deyilgan. Bir yildan keyin u maktabga chiqadi, maktabnikiga rejimiga moslashish osonroq bo'ladi. Agar uydan kelib bola bog'chani kun tartibiga endi moslashib o'rganaman deganda, 1 yil oradan vaqt o'tib qoladi-da, u maktabda endi kun tartibiga unga adaptatsiya jarayonida qiyinchilik ketadi. Farqi shunda, adaptatsiya jarayonida, kun tartibida ijtimoiy o'zini o'rnini topishda qiyinchilik. Mana shu 3 ta jihatda ozgina qiyinchilik bo'lishi mumkin. Shuni tushungan holda oldin ham bor edi bu narsa. Maktabga avgust oyida deylik borilardi. 1 oy mobaynida o'sha maktab boshlanguncha bolalarni maktabga tayyorlanardi. Lekin uni nimasi hozir farq qiladi? Siz avgust oyida borganingizda faqat birinchi sinflardan bitta ikkita bola kelishi mumkin, maksimum 10 ta bola kelishi mumkin, ko'p bola bo'lmaydi. Maktab hayoti hali yo'lga qo'yilmagan bo'ladi, hamma kanikulda bo'ladi. Yaxshisi farzandingizni birinchi yarim yillikdan boshlab, o'sha yanvar-fevral oylaridan boshlab maktabga tayyorgarligini amalga oshirsangiz, keyin oxirida o'sha avgustda aksincha maktabga emas, dam olishga 1 oy vaqt ajratsangiz, keyin maktabga bersangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. O'shanda bola ruhiy qiyinchiliklarga uchramaydi. Kimda qanaqa savollar bor, bemalol endi. Avvalambor assalomu alaykum. Bergan ma'lumotlaringiz juda ham qiziqarli va biz uchun zarur bo'lgan muhim ma'lumotlarni berdingiz. Meni hozir o'zim bilan kelgan farzandim 5 yoshda. Men unda bu kichkina farzandim bo'lgani uchun nima deydi, onalarda tajriba ancha ko'paygan bo'ladi-yu.
eng oxirgi farzand edi. Xullas, hozirgi kuzatishlarimda farzandimda shu narsani bilamanki, u 5 yosh, endi hozir 6 yoshga qadam qo'ydi, endi to'ldiryapti 6 yoshni. Unda o'sha biza tushlik vaqtida o'sha obeddan keyin uxlatamiz bolalarni. Bog'chaga chiqqanda ham xuddi shunaqa rejim asosida uxlashadi. Lekin yoshi katta bo'lgan sari bolada o'sha uxlashga bo'lgan nimasi kamayadi. O'shanga aytmoqchimanki, agar boya ham gapingizda aytib o'tdingiz, bola 7 yoshgacha bo'lgan bola hech bo'lmasa kunida bir marta uxlash kerak. Uxlamasa nima rezultat bo'ladi? Uxlashni xohlamaydigan bolaga qanaqadir tinch birorta bir mashg'ulot berib qo'ysa, nima bo'lishi mumkin? Savolingizni tushundim. Uxlamasa nimadir zararli tomoni bo'lishi mumkinmi demoqchisiz? Chunki xohlamaydi yoki boshqa tarafdan. Agar bilasizmi, hamma bola har xil. Masalan, nechta farzandingiz bor? 3 nafar farzandim bor. Bu kichkina. E'tibor bergan bo'lsangiz, uchalasi 3 xil xarakterga ega. Xuddi shunaqa. Uchalasini intellektual salohiyati 3 xil. Uchalasiga tarbiya uslubini ham 3 xil berasiz. Masalan, kimgadir qaysigadir qattiq qo'l bo'lishingiz kerak, qaysigadir yumshoqroq gapirishingiz kerak, muomala qilishingiz kerak. Boya aytib o'tgan ma'lumotim ham u umumiy bog'cha bolalariga umumiy o'zi ma'lumot, lekin individual holati hisobga olinadi bolani. Masalan, bog'chada ham har bitta guruhda bitta yoki ikkita bola bo'ladi, uxlamaydigan. U bolalar energichniy bolalar hisoblanadi. Ani o'ynasa ham, o'qisa ham charchamaydigan bolalar bo'ladi-yu. Lekin bu degani ular butun umr shunaqa bo'lib qoladi degani emas. Ma'lum bir vaqt inson hayotida baribir to'xtash, sekinlashish, perezagruzka degan narsalar bo'ladi. Bolalarda ham xuddi shunaqa. Agar hayotini ayni damida hozir oldin uxlab, endi bugunga kelib uxlamagan bo'lsa, u normal holat. Agar uni deylik ruhiy holatiga, jismoniy holatiga ta'sir qilmasa, ya ishtahasiga ham. Misol uchun kun davomida uxlamagan bola kechga borib charchashi, jizzaki bo'lishi, isterika qilishi mumkin. Shuni xavfi bor agar uxlamasa. Agar bu narsalar bolangizda kuzatilmayotgan bo'lsa, demak normal holat, ma'lum bir vaqtdan keyin bu o'zgaradi. Ya'ni bola maktabga chiqqunicha o'sha 1-sinf anaqa 1-sinf emas, 4-sinfgacha o'zgarishlar bo'lib boradi. Voy bolam 3 yoshda mana bunaqa edi, 5 yoshda birdaniga o'zgardi deymiz u ba'zida. Yoshligida sho'x edi, katta bo'lib og'ir bosiq bo'lib qoldi, u og'zidan gap ola olmaysan deymiz-ku. Xuddi shunaqa. Agar farzandingizni boya aytib o'tgandek, uxlamasligi, kunduzgi kunida uxlamasligi ruhiy holatiga, ishtahasiga ta'sir qilmayotgan bo'lsa, normal holat, bu vaqtincha bir vaqt o'tgandan keyin o'tib ketadi. Mana shunaqa vaqt malopodvijniy deyiladi, kam harakatli o'yinlar bilan bolani band qilish. Baribir bunaqa yoshda, deylik 7 yoshgacha bolani tinimsiz o'qitishni maslahat bermayman. Ya'ni mashg'ulotdan mashg'ulotga soatlab bola mashg'ulotda o'tirishi unga nagruzka bo'ladi. Yarim soat, 1 soat uxlamaganidan ko'ra. Agar uxlamasligi mumkin, lekin bu degani bolani o'sha 1 soat o'sha informatsiya qanaqadir mashg'ulotni berasiz, birga o'tasiz degani emas. Kitob o'qib berishingiz mumkin. Deylik bir safar ertasi kuni kecha o'qilgan kitobni aytib berishingizni so'rashingiz mumkin bolangiz bilan. Qiziqarli suhbatlarni mana shu vaqt tashkillashtirish ham eng yaxshi vaqt. Bunaqa vaqtga kelib bolani baribir miyasi 80-70% ga o'chadi. Ya'ni kunni yarimiga kelib o'chadi, chunki ertalabdan bola energichniy, injiqlik qilgan bo'lsa ham, yig'lagan bo'lsa ham, erinib uyg'ongan bo'lsa ham, kunni birinchi qismi bola uchun aktiv jarayon hisoblanadi. Miya 100-150% ga ishlaydi, chunki energiyasi juda ham o'sha yig'lash uchun ham energiya kerak-ku, o'sha qarg'asha qilish uchun ham energiya kerak-ku, mana shunaqa. Obedga borib, o'sha kunning ikkinchi qismiga borib, o'sha ma'lum bir vaqt bolani miyasi o'zi avtomatik sekinlashadi. Bola endi deylik sho'x, ko'p energiya talab qiladigan, ko'p jismoniy harakat talab qiladigan o'yinlarni emas, yotib rasm chizish, misol uchun, yotib televizorda qanaqadir nimadir ko'rish bilan shug'ul. Mana shuni siz o'zingiz uchun to'g'ri shakllantirib olsangiz, yana ham yaxshi farzandingizga. Shunaqa. Kechki uyqusi qanaqa bo'ladi? Masalan, kun davomida uxlamadi bolangiz, kechasi qanaqa uxlaydi? Vaqtlimi yoki kech? Mana shu narsasiga hech aytmay. Kech uxlaydi. Demak, men bu bitta уже anaqa ta'sir qilib boshlagan degani nimaga? Miya zo'riqadi. Miya zo'riqsa uxlolmaydi. Miya boya aytdim-ku, bizda o'ylashadi, kunduzi uxlagani uchun kechasi uxlamayapti bolam deydi. Bu xato fikr.
kunduzi uxlaganini kechasi uxlolmaganiga ta'siri yo'q. Kechasi uxlolmasligi как раз taки kunduzi uxlamaganidan kelib chiqadi. O'z vaqtida uxlamagani. Bo'ldi, rahmat sizga javobingiz uchun. Menda yana bitta savol bordi, agar ruxsat bersangiz. Bemalol. Hozir aytdingizki 2-3 yoshli bolalarimizda 5-6 yoshli bolalarga o'tiladigan mashg'ulotlar o'tilmaydi. Ularda katta, ya'ni yuqori va mayda motorikali mashqlarimiz. Qanaqa mashqlar bo'lishi mumkin ular, misol uchun? Ta'm sezish, hid bilish deb aytib o'tdingiz. Mana masalan har bitta guruhimizda xohlasanglar, hozir xohlovchilar uchun bitta bog'chamizda ekskursiya ham qilib beramiz. Har bitta guruhimizda sensor tarbiya uchun burchak bor. Nutq uchun, sensor tarbiya uchun, atrof olam, rolli o'yinlar uchun har bittasida o'zini burchagi bor. Bu sensor tarbiya deyiladi. 2-3 yoshli bolalarimizda bo'ladigan mashg'ulotlar, masalan 2-3 yoshli bolalarimizga robototexnika qo'ya olmaymiz. Deyilgan, ularni u narsaga hali aqli yetmaydi. Robototexnikani deylik, logik o'yinlar bilan almashtiramiz. Masalan, bular hozirgi kunda didaktik o'yinlar deb umumiy nomlangan, lekin bularning o'zi alohida yo'nalishi bor. Sensor o'yinlarga moshli, tugmachali, deylik o'sha zamokli o'yinlar kiradi. Domiklar bor har xil hozir, hamma tarafida har xil funksionalniy domiklar bor. Ularni o'ynash orqali hid bilish, ta'm bilish, spetsialniy mishochkalar bor. Hidini biladigan, bu ham allergiyasi yo'q bolaga, hammasi o'zi yo'nalishi bilan berib boriladi. Ta'm bilish, masalan, ko'zlarini yumib qo'yib bir nechta turdagi mevalarni, sabzavotlarni kesib berib, yedirib ko'rish deylik. Laboratoriya opit ko'rinishidagi mashg'ulotlarimiz bor. Mana shu laboratoriyada ham ular ko'rishadi. Ko'proq kichik motorikasi bilan katta motorikasi bilan ishlash uchun bola basseynga tushadi, massajga chiqadi, tekvando, gimnastikaga chiqadi. 2-3 yoshli bolalarimiz mana bu katta motorikasini yaxshi rivojlantiradi. Kichik motorikasiga asosan qo'l barmoqlari, oyoq barmoqlari kiradi. Mana bularni rivojlantirish uchun biz ularni o'sha tugmacha, mosh, guruch, no'xat kabi har birini ranglagan holda, o'sha mumkin bo'lgan darajasida bolalarga beramiz. Ularni ajratish deyilgan. Unda rasm chizish, misol uchun, qumlar bor, maxsus genetik qumlar deyiladi. Mana shu qumlardan magnitli o'yinlar bor, o'ziga xos o'sha tortishuvchanligini rivojlantiradigan. Oddiy uyda o'zingiz ham farzandingiz uchun o'ynashingiz mumkin bo'lgan o'sha deylik, guruchni, qizil loviyani aralashtirib ajratib ber desangiz, bola bu o'yinlarni juda ham yaxshi ko'radi. Chunki ular bemalol o'tirib, o'sha ularga qiziq o'sha mayda detallarini terib, ajratib o'tirish, mana shu kabi o'yinlar. Yoki bo'lmasa, ularni xaltachalarga solib turib, barmoqlarimiz bilan mashq qilish orqali mana bu anaqalarimiz bor. Un, qum dedim. Ularni ham bitta raznoska yoki patnosga solgan holda istalgan shakl, обязательно qanaqadir geniy rassomni rasmini emas, o'zi istagan rasmni chizishi, ko'proq kichik barmoqlarni ishlatishi mumkin. Uy sharoitida masalan oddiy qalam hammani uyida bor deyilgan. Oddiy qalamlardan, trubuchkalar orqali uflash unga, ularga qiziqib, unni tagiga masalan qanaqadir rasm yashirib qo'ysangiz, u rasmni chiqib kelishi. Mana bu o'yinlarni o'ynasangiz bo'ladi. Mana bu konstruktorlarimiz bor, o'zi spetsialniy. Mana shu anaqani robototexnikani eng sodda ko'rinishida bu konstruktor legolar. Hammamizga ma'lum. Legolarni bugungi kunda har xili chiqqan. Bu sensorikasini rivojlantirishga o'zi, masalan, boya aytdik, ko'rish, hid bilish, ta'm bilish, his qilish, sezish. Bola ushlab ko'radi. Masalan, yumshoq legolar bor hozirgi kunda, machalkaobrazniy, qattimli legolar bor, yog'ochli legolar bor, plastmassa legolar bor, temirli legolar bor. Mana shu legolarni ushlab ko'rish orqali har xil o'yinlar olib o'tiladi. Bular maxsus mashg'ulot ko'rinishida o'tiladi bolalarga. Keyin uy sharoitida o'sha qalamlarni berib ham, qalamlarni ma'lum bir anaqada yo'naltirish orqali, u qalamlar bilan birgalikda o'ynash orqali ham bolani kichik motorikasini rivojlantirish mumkin. Ko'pincha palchik va gimnastika, barmoq gimnastikalari deymiz. Bu narsalarni hozir ko'rgan Mariya anaqasi ko'rinishi YouTube'larda chiqib ketgan. Bemalol barmoqlarimiz bilan o'ynashlar orqali ham bolani kichik motorikasini rivojlantirish mumkin. Bu mana shu 2-3 yoshda bolani nutqini chiqishini tezlashtiradi. Chunki miya
qo'zg'aladi, yaxshi ishlashni boshlaydi, bola harakatga kirishadi. Katta kubiklar ko'rinishidagi anaqalar bor. Keyinchalik u deylik rasmli kubiklarga aylanadi. Ma'lum bir suratni 4 ta, 6 ta, 8 ta kubikka bo'lingani bola uni terish kerak. Mana shu ham kichik motorikasini rivojlantirishga xizmat qiladi. Mana shu kabi o'yinlarni o'ynasa, uyda juda ham ko'p. Oddiy bir misol, shkafingizni ochdingiz, bir dunyo naski chiqdi, shkafingizni anaqasidan sochdingiz. Endi bir-biriga anaqasini topamiz, poyini topamiz. Qizilini qizilga topib taxlab qo'ydikmi, endi bularni bir-birini ichiga kirgizamiz. Qancha bolani barmoqlari ma'lum bir ish bilan band bo'lsa, miyasi shuncha rivojlanadi. Kiyimlarni taxlab qo'yish, deylik, o'yinchoqlarini terib qo'yish. Bu onani o'zi mahoratiga ham bog'liqda, topqirligiga bog'liq, mahoratiga bog'liq. Deylik, bolangiz uxlagan bir paytda oyoq kiyimlarni bog'ichlarini ochib qo'ydingiz. Keyin shuni birgalikda tiqamiz. Bolalar buni 2-3 yoshli bola juda ham mazza qilib qiladi bu narsani, chunki 3 yosh krizisi boshlanadi bolada. Mana shu paytda uni meni shakllanayotgan bo'ladi. Shu paytda bola biz aytamizki, o'z boshimcha bo'lib ketdi, bu xohlagan ishini qilib yuribdi deb. Yasam. Mana shunaqa vaqtda ayni muddao bular o'zi mazza qilib qiladi bu ishni. Mayli sizni krossovkangizni bog'ichini dadasinikini siznikiga, o'zinikini ukasiga mana shunaqa qilsa ham, qanaqa qilsa ham, fakt shu o'sha ish bilan band bo'lgan bir paytda nimasi rivojlanadi. Undan ham oddiy soddasi, oddiy bir eski gazetami deylik, qog'ozmi berib qo'ying. Avval g'ijimlasin, tekislasin, skladovать qilsin bir-biriga, yirtsin mayda-mayda bo'laklarga. Uyda hammani ayollarni выпечка uchun anaqasi bor, falgasi bor, выпечка для бумагisi bor, topiladi. Yo'q deganda обязательно qimmat narsa sotib olishni maslahat bermayman. Uyimizda o'zida, chunki o'sha uyda o'syaptimi bola, o'sha uy u uchun bir olam hisoblanadi. Mana shu olamni o'zidan unumli foydalansa ham bo'ladi. Mana shunda bersangiz bo'ladi. Bolalar mazza qilib trend chiqib ketdi-yu, unlarni sochib, o'ynab, o'sha zavq beradi bolaga. Siz bolam to'zityapti deb o'ylaysiz, aslida u bola undan nimadir ichida yo rassom, yo matematik uyg'ongan bo'ladi-da o'sha payt, yo bir fantazyor, yo bir hudojnik, anaqa nima deydi, poet uyg'ongan bo'ladi. Biz uni sho'xlik qildi deb o'ylaymiz. Qo'yib berish kerak. Agar uyingizda sizga nima bo'lmasa, sharoit yarating. Mayli uyingiz devorlari ham jabr ko'rmasin, lekin bolangizni ham bolaligini o'g'irlab qo'ymang. Mayli qilsin, yasasin, ko'rsin, anaqa qilib. Yoki deylik, o'sha kartoshka, sabzi, piyozlarni yana kimdir artib tozalab qo'yadi idishga, kimdir shu turish qo'yadi. Mana shulardan ham oddiy bir misol unumli foydalanish mumkin. Aralashtirib tashladingiz, ajratdingiz bolangiz bilan birgalikda. Kastrulkalar ko'p, nima ko'p hozir? Matryoshkalik kastrulkalar ko'p. Sochib tashladingiz, bir-birini ichiga terib yig'di. Oddiy piramidani o'rnini bosadi. Demoqchimanki, 2 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan bola rivojlanishi uchun qimmat o'yinchoq sotib olish shart emas. Oddiy, o'zimiz ham yoshligimizda sochiqni qo'g'irchoq qilib o'ynaganmiz-ku. Mana shu narsa tayyor qo'g'irchoq o'ynagandan ko'ra, sochiqnimi, ro'mollimi, yostiq, lo'la nima bo'lsa qo'g'irchoq qilib o'ynaganimiz ko'proq fantaziyamizni oshiradi va ko'proq o'sha miyasi rivojlanadi. Tayyor narsalar bolani tayyor narsadan foydalanishga undasa, bola nimanidir o'zi o'sha uchun bolangiz mashinkani sindirib deylik, ochib tashlab, qaytadan tersa xursand bo'ling. Iloji boricha sota olayotgan vaqtingiz anaqa konstruktivniy mashinkalar sotib olib bering, что baloni chiqib ketsa, qaytib joyiga qo'ysa bo'ladiganini demoqchiman. Baribir unisini ham bunisini ham pulga sota olasiz. Yaxshisi bolangizga foydali. Mana shu o'yinchoq tanlash ham juda ham katta ahamiyatga ega. O'sha uyimizda o'zida bor bolamiz rivojlanishi uchun deyarli hamma narsa. Oddiy zamoklar. Kurtkani tashladingiz bolangizni oldiga yoki koftani tashladingiz, tuymachalarini o'tqaramiz. Bir marta ko'rsatdingiz, bola mazza qilib qiladi u narsani. Aslida o'zi biza kattalar nimagadir asraymiz, avaylaymiz, bolalarimizni cheklab qo'yamiz-da, tayyor qimmat o'yinchoq sotib olib beramiz, bo'ldi o'ynab o'tirsin deb. Lekin 2-3 yoshli bolalarni uyda mashg'ul qilaman desangiz, o'yinchoqsiz ham juda ham chiroyli rivojlantirish imkoniyati bor. Oddiy to'qiydigan iplaringiz bor. Igna iplar bor hammaning uyida, iplarni anaqa
siqib tashladingiz to'qiladigan iplarni. Olib ularni kosичка qilib o'radingiz bitta usulda. Faqat ikkitasini o'radingiz, to'rttasini bitta qilib o'radingiz, beshtasini bitta qilib o'radingiz, bir-biriga ajratib chiqdingiz. Oddiy gazetani yopishtirib qo'ydingiz, uni bu anaqa uzunasiga bo'ylab yirtdingiz. Mana bu o'yinlar ham juda ham foydali bolaga. Bolani o'sha payt miyasi rivojlanayotgan bilan. Mana bu melki motorikasini rivojlantirish deyiladi. Ba'zida unaqa o'yinlarni biz bog'chada ham tashkil qilamiz. Mehnat ko'rinishida bola ham mehnat qiladi, o'z-o'ziga xizmat, ham rivojlanadi. Kichik yoshli bolalarimiz ham o'tirib olib naskechalarini, pamperslarini, o'zini kiyimlarini taxlashadi. Ana o'rin to'shaklarini. Shunaqa. Sog' bo'ling. Yana kimda qanaqa savol bor? Bemalol. Rahmat, foydali ma'lumotlar berdingiz. O'shanga nulovoyga уже olsakmi, 6,5 yoshda. Уже nulovoyga olganimiz yaxshimi deb bog'chasida rus gruppasiga bergandik. Уже 1,5 yoshdan beri bog'chada o'zi, lekin qanaqadir bolalarga qo'shilib, dars jarayonlarida javob berib, savollarga shunaqa qilmayapti. Hozir endi o'zidan so'rasak, mani o'zbekchaga bering. O'zbekcha xolayapti bola. O'shanga o'zbekcha nulovoy gruppaga olganimiz ma'qulmi? O'shanga nima deysiz? Savolingizni tushungan bo'lsam, til masalasida o'zbek tili yoki rus tili tanlashda hozir bog'chada davom ettirsakmi, maktabga tayyorlovni yoki maktabga olsakmi degan maktabga olsakmi yoki siz anaqangizdan, so'zlaringizdan bola zerikkan o'sha bog'chada 1,5 yoshdan borayotgan bo'lsa, teng bola ancha u yerda qarib tursa ham bo'ladi. Demak, unga endi maktab muhiti qiziqroq bo'ladi. Ba'zi bir bolalar 7 yoshga kelib aynan maktabga tayyor bo'ladi degani emas. Ayrim bir bolalar intellektual salohiyatidan, o'sha ruhiy, qachon bolani mana hozir sanab o'tganimizdek psixologik, ijtimoiy, nutqiy, aqliy jihatdan, jismoniy jihatdan tayyor bo'ldimi bolalar? Bo'ldi, demak u maktabga tayyor degani. U hammada har xil yoshda boshlanadi. Kimdadir 6 yoshda boshlanadi, tayyor bo'lgan o'sha bola maktabga. Kimdadir 6,5 yoshda, ba'zi bir bolalarda hatto 7 yoshda ham tayyorgarlik bo'lmaydi. Chunki hamma bola har xil bo'ladi. Shuni hisobiga, demak, bolangiz bog'chada zerikkan, unga ayni damda hozir maktab muhiti qiziqroq bo'layotgan bo'lsa, demak, uni maktabga tayyorlov guruhiga, o'sha nulovkaga berganingiz yaxshi. U yerga berib, hatto maktab ma'muriyati bilan gaplashib ko'rsangiz ham bo'ladi. Keling, sinash uchun men bir hafta mobaynida berib ko'ray farzandimni. Qanaqa? Bir hafta mana bir hafta 10 kun maksimal biz kuzatishimiz, xulosa qilishimiz uchun qulay vaqt hisoblanadi. Bir hafta 10 kun mobaynida maktabga chiqsa nulovkaga, uyga kelib hech qanaqa nojo'ya bir injiqliklarini, charchash holatlarini, ishtahasini yo'qolganligini, deylik yoki o'sha xarakterida, tarbiyasida o'zgarish sezmasangiz, demak maktabga nulovkaga berganingiz ma'qul. Yoki bitta o'zi boya aytdim-ku, перезагрузка, bitta dam olganingiz ham dam oladi, lekin ko'proq biz chetlarga chiqib turamiz. O'zi yaqinda ham keldik, yana qaytib bog'chaga bormayman dedi. Oldin lekin yaxshi ko'rib borardi bog'chasini. O'shanga bog'chasini o'zgartiraylik. Ruhan, aqlan bola maktabga tayyor. Demak, maktabga bersangiz bo'ladi, qo'rqmasdan. Lekin boyaga bolalar bilan qo'shilib, savollarga javob berishlar yo'q-da. Qanaqadir indamay, qo'shilmay o'tiryapti-da. Maktab komissiyasi bor. Mana maktabda psixolog, metodist, maktab direktori, boshlang'ich sinflar mutaxassisi o'zi komissiya hisoblanadi. Mana shu komissiyaga bitta olib borib ko'rsatsangiz, o'sha maktabda ham tayyorlashadi-da. Savollarga javob bermayapti degani ham u maktabga hali tayyor emas degani emas. O'zbekchada javob bergisi kelyapti-da, mani o'zbekchaga berik deyapti-da. O'shanga mana shuncha yildan beri rus gruppada borgan, lekin ruschaga tili chiqish ketmayapti shekilli-da. O'shanga o'zbekchaga olganingiz ma'qul deb o'yladik-da. O'zbekchaga olganingizni endi men ham ma'qullayman. Nimaga? Chunki baribir ta'siri bo'lar ekan bu narsani. Men o'zimning tajribamdan kelib chiqib aytaman. O'zi eng yaxshi narsa o'zi tajriba bilan bo'lishishda. Bilim, chunki hamma kitobdan o'qib olishi mumkin, tajribaga yetadigani yo'q. Meni o'zimda ham bolalarim rus maktabga chiqqanda 4-sinfgacha muammo bo'lmagan, yaxshi o'qishgan, yaxshi gapirishgan, 5-sinfdan keyin tarbiyasida muammo bo'lgan. O'zimni kattalarim ham shunaqa, bu kichkinamda, kattalarim juda katta. Qabul qilishda ham farq bo'ladi bolalarda. Shu joyda ham aytaman. Ingliz tilini deylik, yillar davomida borib, qatnab, beginnerdan nariga o'tmaganman. Arab tilini bir oyda o'rganganman. Farqi borda, tilni olish, qabul qilish, anaqa. Kimdir, meni ikkinchi o'g'lim ham masalan arab tilini xohlamadida, Xitoy tilini tezroq o'rgandi. Bu endi miyani
olish anaqa balki sizni o'g'lingiz ham o'sha anaqasidan qichqirayotgandir yordam kerak menga уже mani eshitinglar deyotgan bo'ladi endi baribir o'zi aytgan bo'lsa тем более demak emotsiyalarini yetkazib biladi eshitishimiz kerak bolani ham o'zbek tiliga bitta berib ko'ringlar hozir maktabga olib chiqqaningiz baribir bugundan 1-sinfga oldi chorak baholari qo'yiladi degani emas sizlarda hali 6-7 oy bor ya'ni imkoniyat bor vaqt bor u vaqtdan unumli foydalanishingiz mumkin o'zbek maktabiga bitta olib chiqib probniy oy qiling хотя бы mayli 10 kun emas 1 oy chiqsin bolangiz o'shanda kuzatasiz o'zbek gruppasiga agar o'zgarish juda katta bo'lsa demak o'zbek sinfga berganingiz yaxshi bo'ladi bu naqani ham boshqa joyda ekan naryoqdagisi bu yerda gaplashganimda bog'chadagi nulaboyga berib ko'ring deyishdida qizlar gaplashib ko'rgan o'shanga bu yoqqa kelib ko'rdim bog'chadagi nulaboyimizga bersangiz ham bo'ladi nimaga chunki u o'zbek tilida o'zbek gruppasiga berib ko'ring deyishdida bitta o'zbek gruppasiga berib ko'ring agar maktabga riskovать qilmoqchi bo'lmasangiz deyilgan bolamni birdan stressga tushirib qo'ymaydi muhit ham almashadi masalan boshqa bog'chadan boshqa bog'chaga muhit almashtirib ko'ringchi balki zerikishlari shunda tarqar bu yerda o'zbek gruppasiga berganingizda bitta bir haftalik masalan demo qilib beramiz siz uchun misol uchun hozir ota-onalarda imkoniyati bor. Haftalik bo'lsa bo'ladi. Bir haftalik bo'ladi, faqat bir kuni uni pulli hisoblanadi. Keyingi kunlari deylik bir kuni pulsiz, keyingi kunlar uchun pullik to'lov amalga oshadi. Endi shartnoma tuzilmaydi. Siz istalgan vaqt farzandingizni ma'lum bir sabablarga ko'ra olib ketishingiz ham mumkin. Lekin bir hafta mobaynida farzandingizni berib, ko'rib, kuzatib, agar o'zbek tilida mashg'ulotlar yo'qayotgan, o'zi bolada bilinadi. Berib ko'rishingiz mumkin. Har ikkala bu bitta bog'chamiz, ya'ni ikkita maktabimiz bor. Har ikkala maktabimizda ham nulovka bor, bog'chada ham bor u nulovka. Maktabda nulovoy sinfi bilan bog'chamiz nulovoy sinflarini mashg'ulotlari, deylik o'sha tayyorlov jarayonlari bir xil. Sharoit faqat boshqa bu bog'cha sharoiti tipичный, u endi maktabdagi kichik bog'cha hisoblanadi. Bo'ldi, shu rahmat. Unda dushanba kuni demo kunimizga kelsanglar bo'ladi. Nulovoy gruppasiga kelsanglar bo'ladi. Rahmat sizga ma'lumotlar uchun. Salomat bo'ling. Kimda qanaqa savol bor yana? Savollaringiz bo'lmasa yakunlaymiz. Unda bog'chamizda bitta ekskursiya qilib chiqishinglar mumkin. Agar sizlarda ham qiziqish bo'lsa, bemalol o'sha demo kunimizga kelib, yozdirilib, bepul menyularimizdan tatib ko'rib, ichki shart-sharoitlarimiz bilan tanishib, bemalol keyin bitta qarorga kelishinglar mumkin. Maktabgacha tayyorlov guruhlarini ochamiz. Maktabgacha tayyorlov guruhlarimiz bor. Ular ham rus, ham o'zbek tilida. Qaysidir ota-ona boya aytib o'tganimizdek rus maktabga bermoqchidir, qaysidir ota-ona balki o'zbek maktabga bermoqchidir. U guruhlarda ham bitta tarbiyachi yordamchi bo'ladi. Mashg'ulotlar haqida aytadigan bo'lsak, robototexnika, mental arifmetika, massaj, suzish, basseyn deylik, o'sha qiz bolalarimiz uchun alohida gimnastika ayol trener boshchiligida, o'g'il bolalarimiz uchun tekvando sport mashg'ulotlari erkak trener boshchiligida olib boriladi. Kun tartibi umumiy o'sha 8 dan 6 gacha 5 mahal ovqat, ertalabki va kechki obeddan keyingi kunning ikkinchi qismida asosiy mashg'ulotlar o'tiladi. Orada sayr, ekskursiyalar, bayram tadbirlari xuddi bog'chanikidek. Mavjud mijozlarimiz uchun Telegram kanallariga qo'shib qo'yamiz. Telegram kanalda sizlar yillik ish planlarimiz, ota-onalar bilan bo'ladigan seminarlarimiz, ekskursiyalarimizni yillik plani bilan bemalol tanishishinglar mumkin. Shu oyiga 4,5 million farq qiladi bog'chamizdagidan. Nimaga? Chunki endi maktabga tayyorlov ularda sal boshqacha yondashuv bilan o'tiladi va shuni aytib o'tishim kerak, bizning bog'chamizda maktabga tayyorlov guruhlari Rahimov skol maktablarimizda imtihonsiz qabul qilinadi. Ya'ni ishlash prinsipimiz bir xil, talab bir xil bo'lgani hisobiga, boya aytib o'tgandek, maktab nulovoylari bilan bog'cha nulovoylari ishlash prinsiplari bir xil. Shu sababli maktabga imtihonlarsiz qabul qilinishadi. Shunaqa. Yana savollaringiz bo'lsa, maktab yoki bog'cha masalasida bemalol. Maktabgacha tayyorlovda ham suzish, taekvondo Hammasi bor. Hammasi bor. Suzishimiz ichkarida, basseynimiz qishki basseyn, qish mavsumida, faqat qish mavsumida 3 mahal cho'milishadi, ya'ni 3 marta
haftasiga bahor, yoz, kuz mavsumlarida har kun cho'milishadi. Bizda hatto o'sha 2 yoshli bolalarimiz ham cho'milishadi. Bugungi kunda talab bo'lgani uchun o'zimizni tajribamizdan o'tgan bir eng kichik mijozimiz bor edilar. 1 yoshi 1 oylik. Ochsak bo'ladigan degan qarorga keldik. O'tgan yil bu maqsad bo'lmagan. 3 yoshdan bolani olamiz deganmiz, chunki ona bilan ko'proq qolgani yaxshi bolani. Bugungi kunga kelib o'sha kuzatuvlarimiz, tajribamiz, ishlab ko'rganimiz va talablar ham bo'lyapti. Shunga anaqa qilib 1 yoshdan 2 yoshgacha bo'lgan bolalarni ham qabul qilyapmiz. Ularni aksariyati o'zimizni mijozlarimizni bolalari kutib turishibdi. Fevral oyidan u guruhimiz ham ishga tushadi. 1-2 yoshli bolalaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol olib chiqishinglar mumkin. Bularni to'lovi 3,5 million bo'ladi. Kichik yoshda 6 yoshgacha bo'lgan o'sha guruhlarimiz to'lovlari 3,5 million bitta bola uchun. Agar maktabda, bog'chada farzandingiz bo'ladigan bo'lsa, chegirma qilib berishadi. Chegirma masalasida moliya bo'limimiz bilan bog'lanib, bemalol ma'lumot olishinglar mumkin. Savollaringiz bo'lmasa, unda rahmat kattakon kelganinglar uchun. Keyingi seminarlarimizda ham ko'rsak xursand bo'lamiz.